Xotira va qadrlash kuni shanbaga to'g'ri kelishi munosabati bilan dushanba qo'shimcha dam olish kuni bo'ladi. Shu sababli 5 kunlik ish haftasidagi xodimlar ketma-ket 3 kun dam oladi, 6 kunliklar esa 2 kun. Ularga dushanbadan ish kuni bo'ladi. 9-may Xotira va qadrlash kuni bu yil shanbaga to'g'ri kelishi munosabati bilan dushanba kuni qo'shimcha dam olish kuni bo'ladi. Bu prezidentning 2026-yilda rasmiy bayramlar paytida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Mehnat kodeksining 208-moddasiga ko'ra, bayram kuni dam olish kunlariga shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, dam olish kuni keyingi ish kuniga ko'chiriladi. Shunga ko'ra, haftada 5 kun ishlaydiganlar 3 kun dam oladi. 9-may shanba Xotira va qadrlash kuni, 10-may yakshanba dam olish kuni, 11-may dushanba bayramdan ko'chirilgan qo'shimcha dam olish kuni. Haftada 6 kun ishlaydiganlar esa 2 kun dam oladi. Dushanba ularga odatdagidek ish kuni bo'ladi. 9-may shanba Xotira va qadrlash kuni, 10-may yakshanba dam olish kuni.